Uzun PHP dersi 8. qism PHP switch cümlesi. Switch cümle deganimiz ko'plagan shartli uchurga hukm qilib turib, o'xshamagan buyruqni ijro qilish shiltimiz. Oldida o'rgangan davriy jumlani ishlatganda bir qadar murakkab bo'lgan if, else jumlasini switch orqali oddiylashtirib yozg'il bo'ldi. Buniki grammatikasiga qaraydigan bo'lsak, switch miyada berilgan qimmat. Agar bu qimmat ma'noning bir label bir g'atan bo'lsa, undaqda ma asl kodni ijro qildi. Andan keyin ma break degan chekinib chiqish, ya'ni programmani ijro qilishni to'xtatish deb ma'nosi bor. Agar ma qimmat ma'noga teng bo'lsa, miyadagi erkin o'zgargich miqdorning qimmati ma'noga teng bo'lsa, undaqda ma kodni ijro qildi deb ma bu switch orqali biz if else jumlasini oddiylashtirib yoza olamiz. Əmli misal qaraydigan bo'lsak, masalan, bu jumlada bu bir switchninki oddiy buyruq jumlasi. Hozir x ga biz qimmat bermadik, lekin bu erkin o'zgarguvchi miqdor. Qimmat berilmagan ekan, uning qimmati 0. Bundaqda bu yerda agar buning qimmati 1 bo'lsa, number 1 degan qimmatni ekranda ko'rsatib, agar 2 bo'lsa number 2 degan uchurni ekranda ko'rsatib, agar 1 dan 1 2 3 gacha oraliqda bo'lmasa, bu son buning teng bo'lmasa, andaqda bu 1 dan 3 gacha oraliqda son yo'q degan uchurni ko'rsatmasida bu programmani biz ijro qilsak, haqiqatan men oxirgi uchurni ijro qildi. Anki men buningga x dan 2 degan qimmatni bersam, bu yerda x ning qimmati 2 ga teng bo'ldi. Demak, case 2 deganimiz program ijro bo'lib mayaga keldi. Mayaga ijro bo'lgandan keyin 2 ga teng bo'lsa, undaqda mening astin qismidagi mayani ijro qildi. Undaqda echo number 2 number 2 degan qimmatni ekran ko'rsatib berdi. Endi betni olaydigan bo'lsak, men ko'rsatgan qimmat number 2 bo'ldi. Anki switch jumlasidan amaliy misolni hozir ko'rib o'tdik. Uning xizmat prinsipi ifoda ko'pincha erkin o'zgargich miqdor deymiz. Bu erkin o'zgargich miqdorni bir qatim hisoblash olib bordi, ya'ni ma'ninki erkin o'zgargich miqdorga mayada bir hisoblash olib berib qimmat yuklaydi. Avval ananki ifodaning qimmatini qurilmaning casening qimmati bilan selishtirdi. X degan 2 degan qimmatni casening keyindagi qimmat bilan selishtirdi. Selishtirgan hozir 2 ikkisining qimmati teng bo'ldi. Agar qimmat o'xshash bo'lsa, shu casega maskotni ijro qildi. Demak, case 2 bo'lgandan keyin case 2 ning ostidagi kod qismini ijro qildi hozir. Kod ijro bo'lgandan keyin break buyruq orqali chekinib chiqib, keyingi case'ni davomlashtirib ijro qildi. Hozir break chekinib chiqdi degan gap, hozir shart qanoatlantirgan bo'lg'achqa, keyindagi programmani yana qayta ijro qilib o'tmaydi demakchi. Anki case ning qimmati topilmasa, defaultni ijro qildi. Oldida x ning qimmatini biz zot bir shakl orqali chiqarib etsak, oxirida bu ko'rsatgan uchuri defaultniki uchurni ko'rsatib berdi bizga.